Sotik yer maydoniga ega bo'lgan uchastkamizni obzoriga kelganmiz. Uchastkamiz namunaviy uchastka hisoblanadi. Manzilni aytib ketaman. Bu yoqda Toshkent stankadan kelaverishinglarda Parg'oza metan zapravkasiga burilmasinglardan chap qo'linglardagi namunaviy uchastkalar hisoblanadi. Mana shu yerda o'zi 10 tagina qurilgan ekan. Yonida bog'cha bor. Ichkariga kirganimizda mana namunaviy uchastkani bilasizlar, o'zi mana shunaqa mashina qo'yganinglarda tomni tagida turadigan mashinalar uchun joyi bor. Agorod qismi hovuzlar qilingan ekan, 6 tonnali. Bu yoqda hojatxona bilan kladovkasi bor. Endi esa obzorni ichkaridan boshlaymiz. Uyimizni ichki qismiga kirib oldik. Ichki qismi mana kirganinglarda mana shunaqa keng bo'lgan hol kutib oladi sizlarni. Kirganda chap tomonda o'zini mana shunaqa oshxonasi bor ekan. Namunaviy uy-joylarni menga bitta yoqadigan tarafi shu bitta eshikdan kirasizlar, oshxona, hojatxona, hammom, hamma narsasi ichida bo'ladi. Mana shu tarafi juda ham zo'r. Kuxna mebellari zo'r qilingan ekan. Uyimiz g'ishtdan bo'lgan. Kirganda to'g'rida o'zini mehmonxonasi keladi. O'zi mehmonxonamiz mana shu yerlarda tugash kerak bo'ladi. Bular tashqariga qaragan ayvon qismini qo'shib olib, mana ko'rib turishingiz mumkin. Katta deraza qilib qo'shib yuborishgan. Uyimiz o'zi svet yonmagan turishida ham juda ham yorug' bo'ladi. Mehmonxona lekin juda ham katta shinam qilib qo'yilgan ekan. Mana bu yoqda sanuzeli. Bu yoqda hojatxonalari. Bu yoq spalnisi. Eslatib o'taman, mana bu mebellari, xullas beto'y texnika konditsioner va televizorlardan tashqari hamma narsa qoladi bu yoqda. Bu yoq esa ikkinchi spalnisi. Farzandlari ko'p bo'lgan ota-onalar bu yoqdan uy olishsa, umuman xonalardan problema bo'lmaydi. O'g'il, qiz farzandlaringizga alohida xona qilib berishingiz mumkin. Bu yoq yana bitta xonasi, bu o'zi 4-xonasi bo'ldi. Uyimizning narxi 895 million so'm. Hujjatlari barchasi sotuvga tayyor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz. Bemalol telefon qilib savdolashib kelishingiz mumkin.